Assalomu alaykum aziz bekajonlar, qizlarjonlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan o'lchov olishni o'rganamiz va mana shu chizmadagi ko'ylakni, ya'ni pryamoy ko'ylakni andozasini bichib ketamiz. Shunda tikuvchilik sirlarini yangi o'rganishni boshlagan qizlarjonlarimiz va bekajonlarimiz tushunishlari oson bo'ladi deb o'ylayman. Manekenim rangi qora bo'lganligi uchun o'lchov oladigan joylarimiz aniq ko'rinmasligi mumkin deb mana shunday oq ip bog'lab qo'ydim. Yaxshi ko'rinishligi uchun. Demak, o'lchov olishni boshladik. Birinchi bo'lib o'lchov olishda yelka kengligini o'lchashni boshlaymiz. Yelka kengligini o'lchashda yelkani chekka qismida o'ynoq suyak bo'ladi. Mana shu suyakni chekka qismiga qo'yib metrni tekis qilib qo'yib o'lchaymiz. Pastga yo tepaga qiyshayib ketmasligi kerak. Metrimiz to'g'ri turishi kerak. Shunda yelkamizning kengligi to'g'ri o'lchovda bo'ladi. Hozir 38 chiqdi. O'lchayotgan har bir o'lchovimizni yozib boramiz. Yaxshi ko'rinishligi uchun mana bunday oq qog'ozda bichib ko'rsatib o'tib ketaman. Yelka kengligi 38 cm. 2 ga bo'lamiz va 1 cm chok haqqi qo'shib yelka kengligimizni belgilaymiz. Materialda bitsangiz buklov tomondan ochiq tomonga qaratib mana chiqqan sonni belgilab olasiz. Menda 20 cm bo'ldi. 38 ni 2 ga bo'ldim, 1 cm qo'shdim. Endi old o'yindimizni belgilaymiz. 7 cm. Agar to'laroq ayollar bo'lsa 8 cm, 9 cm ham kirish mumkin. Yelka qiyaligi uchun 2,5 cm tushib old o'yindisi bilan birlashtirib qo'yamiz. Old o'yindisini katta yo kichik qilib qo'yishim mumkin deb cho'chiydiganlar mijozini xohishiga qarab o'lchab olishlari mumkin. Yelkani cho'qqisiga metrni qo'yasiz va qiyalashtirib old o'yindisi qayerdan bo'lishini o'lchab olasiz. o'n 16 cm belgilab old o'yindisini chizib qo'yaman. Keyingi o'lchovimiz ko'krak aylanasi o'lchovi. Ko'krak aylanasi ko'krakning eng mana cho'qqisidan o'lchanadi. Metrimizni aylantirib mana ikki barmoq mana ko'krakning eng cho'qqi joyiga 2 barmoq solishimiz kerak bo'ladi. Va o'sha o'lchovni yozib olamiz. 90 cm chiqdi. Ko'krak aylanasi o'lchovi qo'ltiq o'yindisiga tushish uchun ham kerak bo'ladi. Mana qo'ltiq o'yindisiga tushish uchun ko'krak aylanasini 4 ga bo'lamiz va 3 cm ayirib tashlab belgilaymiz. 19 cm bo'ldi menda. Shu qo'ltiq o'yindisiga 19 cm ni yelka kengligini to'g'risiga belgilashimiz kerak bo'ladi va belgilab to'g'ri chiziq chizib qo'yamiz. Endi o'sha belgilagan joyimizda ko'krak aylanasini belgilaymiz. 90 cm ni 4 ga bo'lamiz va 2 cm chok haqqi uchun qo'shib belgilab olamiz. Menda 24,5 cm bo'ldi. Agar material rosa cho'ziluvchan bo'ladigan bo'lsa, chok haqqiga 1 cm qo'shib olsanglar ham bo'ladi. Endi chiroyli qilib qo'ltiq o'yindisini chizib olamiz oysimon shaklda. Endi bel aylanasini o'lchaymiz. Bilamiz, figuralar har xil bo'ladi. Agar bel aylanasini o'lchashga qiynalsangiz, mijozingizga qo'llarini beliga qo'yib turishlarini so'rang. Shunda o'lchovingiz aniq bo'ladi. Bel aylanasini o'lchaganda ham ikkita barmoqni mana orasiga solamiz va o'sha o'lchovni yozib olamiz. 68 cm chiqdi. Yozib qo'ydim. Endi yelkadan belgacha bo'lgan uzunlikni o'lchaymiz. Bo'yin tugab yelka boshlangan cho'qqisiga metrni qo'yib, belgacha bo'lgan joyga
ko'krakni uchidan metrni olib o'tib, mana ko'rib turganinglardek qilib, belgacha bo'lgan masofani o'lchab olamiz. 40 santimetr chiqdi. Uni ham yozib qo'yaman. Bel aylanasi va belgacha uzunlik o'lchovlarini bichib ko'rsatib beraman. Mana belgacha uzunligimiz 40 santimetr. Unga yelka tikilishi haqqi bilan 41 santimetr qilib, mana tepadan boshlab 41 santimetr tushib belgilab qo'yamiz va bel aylanasini 4 ga bo'lib, agar vitichkasiz qiladigan bo'lsangiz, 2 santimetr chok haqqi uchun qo'shib belgilab olasiz. 19 santimetr. Men hozir vitichkani ham chizib ko'rsatib bermoqchiman. Shuning uchun vitichka haqqi uchun yana 3 santimetr qo'shib, o'sha joyni belgilayman. Mana belgiladim. Va o'sha belgilagan nuqta bilan mana ko'krak aylanasini belgilagan joyimizga birlashtirib qo'yamiz. Agar vitichka qilmaydigan bo'lganimizda mana bu nuqta bilan birlashtirgan bo'lardik. Keyingi o'lchovimiz bo'ksa aylanasi. Bo'ksa aylanasini bo'ksaning eng keng joyidan o'lchanadi. Bo'ksa aylanasini o'lchashda ham mana metrni aylantirib ushlaganimizdan keyin orasiga 2 barmoq qo'yib mana o'lchab olamiz. 90 santimetr chiqdi menda. Beldan bo'ksagacha bo'lgan masofani ham o'lchab olishimiz kerak. Belga mana metrni qo'yib, bo'ksaning eng chiqqan joyiga o'lchaymiz. 20 santimetr chiqdi. Endi o'lchovimiz bo'yicha bichamiz. Belgacha bo'lgan nuqtamizdan 20 santimetr bo'ksagacha bo'lgan masofamizni mana belgilab qo'yamiz va o'sha joydan bo'ksa aylanasini belgilaymiz. 90 ni 4 ga bo'lamiz. 2 santimetr chok haqqi qo'shib 24,5 santimetrni belgilab bel aylanasi bilan birlashtirib olamiz. Keyingi o'lchovimiz yelkadan ko'krak uchigacha bo'lgan masofani o'lchash bo'ladi. Yelkani bo'yin tugab, yelka boshlangan cho'qqisiga metrni qo'yamiz va ko'krak uchigacha mana o'lchaymiz. 25 santimetr chiqdi. Yozib qo'yamiz va ko'krak oralig'ini o'lchaymiz. Ko'krakning cho'qqisini o'lchaymiz, oralig'ini 16 santimetr chiqdi. Endi oddiy vitichka chizib ko'rsatib beraman. Ko'krak uchigacha bo'lgan masofamiz 25 santimetr edi. 1 santimetr chok haqqi bilan 26 santimetrni belgilab olamiz va shu joydan ko'krak oralig'i 16 santimetr chiqqanida 2 ga bo'lib 8 santimetrni belgilab qo'yamiz. Buklov tomondan ochiq tomonga qaratib. Endi belgacha bo'lgan masofamiz 41 belgilagandik. O'sha joyni yana belgilab olamiz va u yerdan ham 8 santimetrni belgilaymiz. Ko'krak uchi va belgacha bo'lgan masofa oralig'ini o'lchab, necha bo'lsa, beldan pastga ham o'shancha santimetr tushamiz. 15 santimetr chiqdi menda. 15 santimetrni ham belgilab, u yerdan ham 8 santimetr belgilab olaman va belgilagan nuqtalarni to'g'ri chiziq bilan birlashtirib qo'yaman. Birlashtirib olgandan keyin vitichka haqqiga 3 santimetr qo'shgan edik. Endi o'rtadan belgacha bo'lgan masofadan 1,5 santimetr u tomonga, 1,5 santimetr bu tomonga belgilab, ko'krak uchigacha bo'lgan joyga mana uchburchak shaklida olib kelamiz. Mana ko'rib turganinglardek qilib birlashtirib qo'yamiz. Vitichkani orqaga ham, oldiga ham chizib olamiz va kesishimiz shart emas, tikib ketamiz, oysimon qilib. Endi umumiy uzunligimizni o'lchaymiz. Yelkani mana bo'yin tugab, yelka boshlangan cho'qqisiga metr qo'yiladi va
ko'krakni ustidan metr olib o'tib ketiladi va ko'ylak qayergacha bo'lsa o'sha joyni o'lchab belgilab olinadi. Orqadan o'lchash mumkin o'lchovni, lekin unda xato bo'lib qolishi mumkin. Keyingi o'lchovimiz orqa va oldi kengliklar bo'ladi. Old kenglikni o'lchashda mana qo'l tugab mana o'zi o'sha joyda sal chuqurcha bo'ladi. Ushlab ko'rsangiz o'sha joyni belgilaymiz. Old kenglik 30 cm chiqdi menda. Belgilab yozib qo'yaman. Orqa kenglikni ham mana qo'limiz tugagan joydan boshlab o'lchaymiz. Ko'rib turganinglardek qilib 34 cm chiqdi. Endi bichib ko'rsatib beraman. Etak kengligini bo'ks aylanasi bilan bir xil qilib belgilab chizib qo'ya qoldim. Sizlar materialda bichayotganda metrni belga qo'yib, etak kengligini xohishingizga qarab kengaytirib, mana shunday ko'rinishda chizib olishinglar mumkin. Endi oldi kenglik 30 cm chiqdi. 30 cm ni 2 ga bo'lib, 1 cm chok haqqi bilan 16 cm belgilab olaman. Buklov tomondan ochiq tomonga qarab. Mana o'sha joyni chizib olamiz. Orqa asosini alohida bichib ko'rsatmadim. Shunda ko'rsatib beraman shu andozada. Orqa o'yindimizni ham shu yerga mana 5 cm pastga tushib chizib olaman. Orqa kengligimiz 34 bo'lib 2 ga 1 cm bilan 18. Birinchi chizgan chizig'imiz bilan bir xil. Shu bilan o'lchovlarimiz tugadi. Yeng uchun qanday o'lchov olish, yeng bichish videosida borligi uchun o'lchab ko'rsatmadim. E'tiboringiz uchun rahmat.